Bir qarashda kasalxona yo'lagi, sovuq salomlar, oddiy oilaviy ranjishlardek tuyulgan bu qism aslida ichidan chirib borayotgan munosabatlarning eng xavfli nuqtasini ochib berdi. Eng qo'rqinchlisi shundaki, bu yerda hech kim ovozini baland ko'tarmayapti, lekin hamma ichida urush ketmoqda. Kimdir mehr bilan bo'g'moqda, kimdir sukut bilan qasos olayapti, kimdir esa hali hech narsa bo'lmagandek ko'rinib, eng katta portlashga tayyorlanmoqda. Kasalxonaning koridori oppoq va sovuq edi. Shiftdagi neon chiroqlar xuddi bemorlarning ruhiday xira va betaraf yonardi. Shu yo'lakda nazokatning to'shagi turardi. Uning yuzida og'riqdan tashqari yana bir narsa bor edi, kutish. U nimadir yoki kimnidir kutayotgandek ko'rinardi. Sodiq uning yoniga kelganida qo'lida bir dasta gul, yuzda sun'iy tabassum bilan nazokat qaltirab ketdi. Lekin bu zaiflik emas, balki hisob-kitob edi. U Sodiqning har bir harakatini kuzatar, har bir so'zning tagida nimani yashirganini tushunishga urinardi. Sodiq esa ayolini erkalatib, boshini silab, yuziga artib, haddan oshiq mehr ko'rsatardi. Ammo bu mehrning ichida aybdorlik hidi bor edi. Nimadandir qo'rqqan odam shunday qiladi. Nazokat buni sezdi. U sevgi emas, balki qo'rquv asosiga qurilgan e'tiborni o'zga qaramlikka aylantirishni bilardi. Shuning uchun u indamas, faqat ko'zlarida nozik bir norozilik bilan sukut saqlardi. Sodiq esa bu sukutni o'z ustiga yuk bo'lib tushayotganini his qilar, lekin to'xtay olmasdi. U aylana bo'ylab yurar, nazokatning qo'lini siqar, choy so'rar, yostiqlarni to'g'rilardi. Hammasi go'dakdek parvarishga muhtoj xotin uchun. Lekin aslida xotin erni qanchalik uzoqqa borishga tayyorligini sinayotgan edi. Nazokatning ichki olami bu qismda asta-sekin ochilib boradi. U oddiygina xastalik bilan emas, o'zining qadri, o'rni va erkakning e'tiborini qayta tiklash uchun kurashyapti. Aynan shuning uchun uning holatida jismoniy ojizlikdan ko'ra ruhiy hisob-kitob ko'proq sezildi. U sevgini shunchaki qabul qilayotgan ayol emas, sevgining qanchalik chinligini sinayotgan ayolga aylandi. Shu sabab Sodiqning yonida u nafaqat bemor, balki vaziyatni nozik boshqarayotgan odamdek ko'rindi. Sodiqning haddan tashqari erkaligi esa bu munosabatda muvozanat yo'qligini ko'rsatdi. U mehr ko'rsatyapti, lekin bu mehrning ichida aybdorlik ham bor, yo'qotib qo'yish qo'rquvi ham bor. Nazokatni tinchlantirish orqali o'zini oqlash istagi ham bor. Bir payt Sodiq uning qo'lini labiga tortib o'pdi. Nazokat esa ko'zlarini yumdi. Shu yumilgan ko'zlar orqasida qanday fikrlar bor edi? U o'yladi. U shunchaki vijdonidan qilyapti. Agar chin sevsa, avval ham shunaqa edi. Lekin buni aytmadi. Chunki u hali eng katta kartasini o'ynashga tayyor emas edi. Mana shu joyda ko'pchilik e'tibor bermagan bitta juda nozik detal bor. Nazokat Sodiqning e'tiboridan zavqlanadi, lekin shu bilan birga u erkakni o'zga qaram holda ushlab turish mexanizmini ham topgan. Bu oddiy romantika emas. Bu munosabat endi sevgi bilan emas, psixologik ustunlik bilan ishlay boshlagan. Kim ko'proq muhtoj ko'rinsa, o'sha ko'proq boshqaradi. Hozircha nazokat kuchsiz ko'rinyapti, lekin hissiy maydonda aynan u oldinda. U har bir dard tortganida Sodiqning yuzidagi vahimani ko'rib zavqlanadi. U har bir ohvoh qilganida erkakning yuguradi. Nazokat bu qurolni juda yaxshi biladi. U kasallikni emas, balki e'tiborsizlikni davolayapti. Sodiq esa buni sezmaydi, yoki sezib ham indamaydi. Chunki u ayolning mehri uchun hamma narsaga tayyor. Ammo qismning eng kutilmagan va eng kuchli qatlamini Manzura ochdi. U kasalxonaga yashirin kirgan paytning o'zida dramatik elektr toki o'tdi. Chunki bu yerda faqat sobiq munosabat yoki rashk yo'q. Bu yerda o'tmishdan qolgan qasos, tahqir, meros masalasi va hali to'liq ochilmagan jinoyat soyasi bor. Manzura yo'lakda sekin-asta yurdi. Uning yuzida g'azab ham, charchoq ham, bir paytlar ezilgan ayolning qotib qolgan qiyofasi bor edi. U nazokatning xonasi oldida to'xtadi. Eshikdan ichkariga qaradi. Sodiq xotiniga bir qoshiq sho'rva berayotgan edi. Bu manzarada Manzuraning yuragi siqilib ketdi. Chunki u bir vaqtlar shu erkakning qo'lidan bir qoshiq iliqlikni ham olmagan edi. U faqat zarba, faqat tahqir, faqat indamaslikni olgan edi. Manzura orqaga qaytdi. U qo'lidagi sumkani mahkam siqdi. Sumkaning ichida nima bor edi? Buni hali hech kim bilmaydi. Lekin Manzuraning yurishida, qarashida, nafas olishida nimadir o'zgargan edi.
U endi yig'lamaydigan ayolga aylangan edi. U endi so'ramaydigan ayolga aylangan edi. U faqat kutadi va kutish ham bir hujum ekanini hamma unutadi. Eng qiziq tomoni, Sodiq Manzurani hali ham xavf deb biladi. Demak, u bu ayolning nimalarga qodirligini juda yaxshi biladi. Lekin nazokatning Manzuraga boshqacha qarashi butun kuchlar nisbatini o'zgartirib yubordi. Boshqalar yomon deb atagan ayolda nazokat yaxshi tomon ko'ra boshladi. Bu juda xavfli yaqinlashuv. Chunki drama qonuniga ko'ra, hamma yomon degan odam bir kun kelib haqiqatni olib kiradi. Hamma ishonchli deb yurgan odam esa eng katta zarbani beradi. Eng dahshatli burilishlar odatda mana shunday nuqtada boshlanadi. Odam yomon bo'lib ko'ringanidan emas, endi yaxshi bo'lib ko'rinishga urinmay qo'yganidan. Manzura hozir aynan shu chegarada turibdi. U sukut qilsa ham xavfli, gapirsa undan ham xavfli. Chunki u hali aytmagan gaplar ko'p va shu qismda o'limga aloqador shubhalar yana eslatib o'tilgani bekorga emas. Demak, o'tmishda yopilgan deb o'ylangan ishlar yana ochiladi. Kimdir kimnidir yo'q qilishga uringan degan gumon shunchaki havoga tashlangan so'z emas. Bu kelgusi qismlar uchun tashlangan portlovchi urug'. Manzura ketayotganda Sodiq uning soyasini ko'rib qoldi. U bir zum qotib qoldi. Uning yuzidagi ifoda o'zgarib, qo'rquv bilan qotib qoldi. Manzura esa orqasiga qaramay chiqib ketdi. Shu chiqishning o'zida bir butun jinoyat hikoyasining boshlanishi yotardi. Nozima bilan bog'liq chiziq esa bu qismning eng og'riqli oilaviy qatlamini berdi. Uydan chiqib ketgan kelin haqida har kim o'zicha gapiryapti, lekin hech kim uning qalbini eshitmayapti. Eng katta fojia ham shu. Nozima bu oilada nonga, boshpanaga, odobga emas, tushunishga muhtoj. Qaynona tomonning nazorati, er tomondagi sustlik, ota-onalar orasidagi g'urur urushi qizning ichki dunyosini ezib tashlagan. Erkaklar bu mojaroning markazida bo'lsa ham, qarorlarni ayollar hissiy urushi belgilayapti. Farhodning ichki tarqoqligi ayniqsa sezildi. U xotinini sog'inadi, lekin onasiga qarshi bora olmaydi. U oilani saqlamoqchi, lekin erkak sifatida mas'uliyatni to'liq qo'liga ola olmayapti. Bunday erkaklar dramada eng ko'p yo'qotadigan obraz bo'ladi. Chunki vaqtida tanlov qilmagan odam keyin tanlovsiz qoladi. Nozima ota uyda o'tirib derazadan tashqariga qaradi. Uning qo'lida hali Farhod uzatgan ro'molcha bor edi. U hidlab ko'rdi. Erining hidi endi unga begonadek tuyulardi. U yig'lamadi. U faqat o'z-o'zidan so'radi: qaytishga arziydimi? Va bu savolga hali javob topmagan edi. Nozimaning ota uyda aytirgan gaplar ham juda katta farshida o'yin berdi. U o'zini tor uyda emas, tor qalblar orasida siqilib qolganini his qilyapti. Bu bitta ranjish emas. Bu kelajakdagi katta qarorning ichki tayyorgarligi. Agar shu qiz yana bir marta xo'rlansa, u endi qaytib kelinlikni saqlab qolish uchun emas, butunlay uzish uchun qaror qilishi mumkin. Eng xavfli joyi shundaki, ikki quda taraf ham hali ham muammoni qizning xulqida ko'ryapti. Tizimdagi zulmda emas. Bu esa yarashuvni emas, yanada qattiqroq to'qnashuvni tug'diradi. Nozimaning otasi uyiga kelgan qaynona va qaynota bilan bo'lgan suhbat juda keskin o'tdi. Har ikki tomon bir-birini aybladi. Hech kim o'z xatosini tan olmadi. Faqat qizning ustiga yuk tashlandi. Nozima esa hammasini eshitib, ichkarida indamay yig'ladi. Uning yig'isi ovozsiz edi. Bu esa eng og'riqli yig'i edi. Chunki ovozsiz yig'lagan odam endi hech kimdan hech narsa kutmagan odamdir. Qurilish va pul haqidagi suhbatlar esa fon emas. Aksincha bu serialdagi haqiqiy hokimiyat qayerda ekanini eslatdi. Uylar sotilyapti, pullar aylanmoqda. Tashqaridan hammasi nazorat ostidadek. Lekin katta pul kirgan joyda sir ham ko'payadi, xiyonat ham, hujjat o'ynashi ham. Nazokatning kasalligi, Sodiq atrofidagi taranglik va mulk masalasining bir joyda paydo bo'layotgani shuni ko'rsatadiki, kelgusi qismlarda hissiy mojaro moliyaviy urushga ulanadi. Kimdir kimnidir nafaqat sevgidan, balki boylikdan ham siqib chiqarishga urinadi. Va bu urushda eng xavflisi ochiq dushman emas, ichkaridagi sodiq ko'ringan sherik bo'ladi. Bir uchrashuvda katta summalar tilga olindi. Raqamlar aytilganda xonadagi havoning o'zi o'zgarib ketdi. Kimning ko'zlari porladi, kimning lablari qisildi, kim esa indamay qog'ozlarga qaradi. Bu pul kelajakda qon to'kiladigan joylarni ko'rsatib qo'ygandek edi. Yana bir o'ta muhim detal bor. Qism oxiriga yaqin aytilgan o'lim, kuzatuv va eski gunohlar haqidagi gaplar.
Bu hikoya faqat oilaviy mojaro emasligini aniq ko'rsatdi. Kimdir kimnidir kuzatmoqda, kimdir o'tmishdagi jinoyat izlarini hali ham yopishga urinmoqda. Rustamning siniq holati ham bejiz emas. Ba'zan ichib yiqilgan odam rostni aytishga eng yaqin bo'ladi. U atrofdagi tartibsizlikning kalitini ushlab turgandek tuyuldi. Demak, juda yaqin orada serial bizga yangi sevgi mojarosini emas, eski gunohlar daftarini ochib beradi. Rustam